Salondagi barliq gulchiroyma xonim qizlar hammangizlar teshqurdan turdingizlarmi? Bugun sizlarga aytib beradigan dars girdi to'qashi. Buningga men yerim o'lcham bo'yicha qildim. Ma bo'lsa 1,5 kilo un, 50 gram qaymoq, ma o'zim tayyorlab olgan ishtiqo ha. Buningga 5 gram ishtiqo, shakardan 30 gram, undan 2 qoshiq atrofini silib, qaynoq suvni qo'yib, buni tayyor qilib ishtiq oldi ekib oldik. Bunda ishtiq oldi ekib olsak, xamirning tez o'rlab bo'lib chiqishiga foydasi bor. Ammo bu 300 gram qaynoq suv, ammo bu 450 gram süt. Bu yesa, maşallah yoğurumuz yetmey kalsa, yine qaynoq suyumuzu aralashtirib yoğursak bo'ladi. Yine qaynoq suv qilib, sütü mana 450 gram ketadi. Buna mavu 5 gram poda, mavu 2 gram soda, mavu 5 gram tuz. Muş xuruşlar bilan hammani aralashtirib, yumshoq qilib ekilib, yumshoq mantıdan xamirdan sal ching'iroq xamir yoğurib tayyor qilib olamiz. Unda qilsa xamir yoğurib chiqqan holatini ko'raydi. Xonim qizlar, xamirni yo'g'irib bo'ldik. Mana o'sha yumshoq xamir bo'ldi bu juma. Yumshoq xamir bo'ldi. Xamirni bek amalda qattiq tutmanglar, yumshoqroq bo'lsin. Qattiq tutsanglar, endi sizlar degandek bek obda o'xshamaydi juma. Bu duxovka deb pishirgan girdilan bo'lg'achqa xamir yumshoq tutsanglar obdan bo'ldi. Buni süt, suv aralashtirib tang yo'g'irganing sababi, qan süt qo'ysanglar, xamir bizlik bir xil chivib oladi. Bir xilcha tarishdek. Chivib oldigan ish bor. Shuni bilan sütden, suvdan aralashtirib yo'g'arsanglar, bek obdan bo'ldi. Ammo qaymoqni silishning sababi, qaymoq salsanglar, ta'mi o'zigacha bir xil mizlik bo'ldi. Bayama o biz yerim o'lcham qildik emasmi? Butun o'lchamda 300 gram sumay batdi. Biz ma yerim o'lcham qilg'achqa bayam sumayni demabdim, men 150 gram sumay qo'yibdim. 150 gram sumay ketdi juma. Sumayni 150 gram sap yo'g'ringlar, qo'yib yo'g'arsanglar bo'ldi. Butun o'lchamda 300 gram sumay bor. Biz yerim o'lcham qilg'achqa 150 gram sumay qo'yib yo'g'arsanglar bo'ldi. Men bayam sumayni qo'yibdim deb qo'yishni unutib qoldim mana. Endi buni ustine yaltiroq boşamar bilan o'rab, endi buni bir soatdan 1,5 soat atrofigacha ravurus obdan bo'ldiramiz. Bo'lgandan keyingi ahvolni ko'rsatsak bo'lamda. Xonim qizlar teshmi, mana bizning girdinimizning xamirimi ko'pib, mana shunday holat kelib ketibdi. Endi biz buni ichib, mana qaranglar. Shunday ko'p ketibdi bu xamir. Bu xamirni boşamar o'rashdan burun üstüne bırakıp maylı bitanglar, sumayni maylı etip andaman yapsanglar, ha şöyle. Bak xamir çok çapışıp kalmaydı. Soymağınlarmış şunda oğay boladı cuma. Hem de biz bunu 200 gramdan üzeyli ya, 200 gramdan gramlap üzüp tayyor qılaydı bunu. Hanım kızlar, mana şu 200 gramlık xamir ha. Mana. Bunu mana o'ttirdim mana qo'yib, qaranglar ha. Kulağlarda o'ttirsini yo'g'artsizlar. Qanday past qo'yib turib mana. Kulağlar bilan ching bisanglar o'ttirni. Bo'lmasa o'ttirni ching basmasanglar, ko'shan kirib ko'pgandan keyin o'ttirsi dumboqsa chiqib qoldi ha. O'ttirsini lipizlatsizlar mana. Ko'rdinglarmi? Lipizlatib, yenimize kerib mana. Bezatgandan keyin endi macha kishilar urib nima qilsizlar. Qizlar teshikmi, mana bu bir tal tuxumning oq siyriqi, ayirmaymiz juma. Bir tal tuxum, ichiga yerim qo'shib sumay. Buni quyib, süzgichdan o'tkazyapmiz. Süzgichdan o'tkazsak, mana ichdagi narsalar qolib qoldi. Ammo suyu qolib qoldi. Ondan buni mana shundaq ustiga chiroyli girdilan xamirning ustiga surkaymiz. Qaranglar. Hammasi ustiga chiroyli tek surksanglar, ma girdanglar pek chiroyli qip-qizil, qizg'ish chiroyli chiqdi. Ko'rdinglarmi? Bo'lgandan keyin ondan amma kunjut, ma kunjutni ustiga solamiz. Qaranglar. Ko'rdinglarmi?
Hammasiga ham shunday kunjisib chiqimiz.